Rossiyalik Umar Kerimov boshchiligidagi IBA jahon chempionati o'zining yakuniy pallasiga yetib keldi va bugun musobaqa doirasida final janglari bo'lib o'tadi. Ushbu bahslarga o'zbek bokschilaridan 6 nafar yetib kelishgan va ular bugun rossiyalik bokschilarga qarshi jahon chempionligi unvoni uchun ringga ko'tariladi. Hozir men sizlarni 6 nafar tarkibimiz bilan tanishtirib o'taman. 51 kg Hasanboy Do'smatov va Bayer Batlev, 60 kg Abdumalik Halakov va Vsevolod Shumkov, 67 kg Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev va Zganikov, 80 kg Javohir Ummataliyev va Jambulot Bijamov, minus 90 kg To'rabek Habibullayev va Muslim Gajimagomedov va so'nggi og'ir vaznli 90 kg bokschimiz Arman Maxanov David Surovga qarshi jang qilib o'zbek bokschilarining janglarini yakunlab beradi. Biz bu musobaqada bokschilarimizdan shuni so'rab qolamizki, nafaqat raqiblarni, hakamlarni ham yengish kerak. Chunki bu musobaqa doirasida ko'p hakamlar rossiyalik bokschilarga yon bosmoqda. Shuning uchun hamyurtlarimiz hakamlarni ham yengishi lozim. Do'stlar, bugun final bahslarda hamyurtlarimizning barchasiga omad tilaymiz va ulardan oltin medallarni vatanga olib kelishini tilab